Yana bir to'xtalish qilamiz. Ism. Bu yerda nima nazarda tutilgan? Allohning ismi. Izofa. Bu izofaning ma'nosi nima? Allohning ismi. Izofadan maqsad nima? Jins, umumiylikmi yoki muayyan bir ismmi? Ehtimollar bor. Uning jins bo'lish ehtimoli bor. Shunda ma'no quyidagicha bo'ladi. Allohning ismlari jinsi bilan yordam so'rayman. Ya'ni Qur'oni Karimda kelgan 150 dan ortiq go'zal ismlarni o'z ichiga olgan barcha jins bilan, lekin sallallohu alayhi va alihi va sallam bizga shunday deganlar. Allohning 99 ta ismi bor. Kim ularni ihota qilsa, ihota qilishning ma'nosi nima? Ularni yod olish, ular bilan Allohni zikr qilish, ularni anglash, ular orqali Allohga ibodat qilish va ulardan ko'zlangan ma'nolarni o'zida mujassam etishdir. Demak, ya haq deganingizda o'zingiz ham haq ahlidan bo'lishingiz shart. Ya adl, ya adl, ya adl deganingizda adolatli inson bo'lishingiz kerak. Ya rahim deganingizda rahmdillik xulqi bilan xulqlanishingiz lozim. Ya karim, ya karim, ya karim karamli bo'lishingiz kerak. Ya muntaqim deganda esa muntaqimning intiqom oluvchining azobidan qo'rqishni yodga olasiz va hokazo. Jalol, Jamol va Kamol ismlari ma'nolarini anglaysiz. Ular bilan Allohni shar'iy tarzda zikr qilasiz. O'zlarini yolg'ondan tasavvufga nisbat beradigan johillar kabi masxaraomuz zikr qilmaysiz. Raqsning o'zi esa muboh. Farqiga e'tibor bering. Raqsning o'ziga Rasululloh masjidlarida ruxsat berganlar. Bilasizlarmi yo'qmi? Kimlarga? Habashlarga. Afrikadan kelgan yigitlar bor edi. Hayit kuni ularda shunday bir bayram bo'layotgan edi. Ular afrikaliklarga xos tarzda aylanib sakrab o'ynashardi. Rasululloh buni oddiy hayit bayrami sifatida qabul qilib, ularni o'z holiga qo'ydilar. Hech qanday muammo yo'q. Muammo shundaki, bu ishni namozda yoki Allohning zikrida yoki tavofda yoki sayda yoki Arafotda qilishdir. Bularning barchasi shariatga ziddir. Tushunarlimi islom ulamolari? Lekin masalan, arablardagi kururi raqsi bor. Men buni yoshligimda ko'rardim. Uni arda deb atashadi. Ular saf tortib u yoqdan bu yoqqa borib kelishadi. Bu oddiy halol va muboh ish. Hatto vahobiylar ham bunga o'ynashadi. Bunda hech qanday harom narsa yo'q. Qilichlar bilan o'ynadi. Qilichlar bilan o'ynaladi. Men buni yosh bolaligimda ko'rardim. Hech qanday muammo yo'q. Kurdlarning raqsi Shom, Falastin va Suriyaning dabka raqsi bizda Said mintaqasidagi chavandozlikka xos. Taxtib, tayoq o'yini bor. Bularning barchasi muboh. Harom bo'lgani buni ba'zi ibodatlarda qilishdir. Jumladan Allohning zikrida ham. Albatta, Hanafiylarning bu borada juda qattiq fatvosi bor. Birov eshitib olib, Shayx Ahmad Sharif Hanafiy shunday dedi deb jar solmasligi uchun uni tilga olmaymiz. Ya'ni musiqa jo'rligida Allohni zikr qilganlarga nisbatan Hanafiylarda juda qattiq hukm bor. Musiqa asboblari bilan zikr qilishni ular masxara va istihzo deb bilishadi. Go'yoki u Allohning zikridan kulayotgandek. Albatta, hozir hukm o'zgargan va bu borada boshqa gaplar ham bor. Har na bo'lganda ham